Assalamu alaykum, hürmetli televizor ko'rguvchilar. Bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Xoin Abduraqib Tumirga qattiq raddiya berildi. Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan barliq zulmlarni ko'rmasga selibli qolmasdan ishg'oliyatga zulmga qarshi turgan o't yurak o'g'lonlarni qarilagan, hatto ularni musulmonlik doirasidan chiqarib tashlaydigan darajada jo'ylagan milliy va diniy xoin Abduraqib Tumir Niyozga qattiq raddiya berildi. Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan barliq zulmlarni ko'rmasga selibli qolmasdan ishg'oliyatga zulmga qarshi turgan o't yurak o'g'lonlarni qarilagan, hatto ularni musulmonlik doirasidan chiqarib tashlaydigan darajada jo'ylagan milliy va diniy xoin Abduraqib Tumir Niyozga qattiq raddiya berildi. Abduraqib Tumir Xitoy televiziyasining bugungi suhbat programmasida yaqindan buyon vatanda yuz berayotgan, bo'libmi Turpan Pichanda yuz bergan voqealar haqida to'xtalgan bo'lib, o'zicha Amerikaning bu masala haqida qilgan bayonotiga raddiya bergan bo'lib, programmada boshdan oxir Xitoy xo'jayinlarining ta'limotini din nomidan tunishtirib o'tgan edi. Çünkü endi ular şu Amerikaliklar bu işni diniy ish debdi. Meningcha Amerikaning bu deyishning hech qanday asosi yo'q. Çünkü biz bir ishni diniy ishmi emasmi deyish uchun cho'qim buni shu dinning asosiy prinsiplari bilan bir silishtiramiz. Bu atalmış diniy olimning jo'yilishlariga qarata televiziyamizda maxsus programma o'rinlashtirdik. Programmaga hammaga tunishliq ustoz Abdul Hakimxon Maxsum Hojim va jamoat arbobi Abduqodir Yapchonni taklif qildik. Her iki mehmanimiz xoin Abduraqib Tumirning jo'yilishlariga qarata raddiya qaytirdi va uning din nomi bilan diniga xoinlik qilganligini Qur'on va hadis ruhi bilan tafsiliy tushuntirdi. Diniy milliy munofiq Abduraqibninki o'zininki islomning nomidan uning bergan baholari bu masala. Bu yerda eng avval masalaning asli xarakterini tushunish lozim. Asli xarakterini. Uningdan keyin buning qarta tashqi davlatlar nim deb baho berdi. Buning qarta Xitoy nim deb inkos qaytdi. Buning o'xshash diniy to'nga burilmagan milliy munofiqlar nim deb yo'layotdi. Buni bu shaklda tushunish lozim. Bir saatdan ko'proq davomlashgan programmada olimlarimiz Abduraqibning har bir so'zlariga ayrim holda raddiya qaytargan bo'lib, keng televizor ko'rguvchilarimizdan programmaning to'liq shaklini ko'rishini umid qilamiz. Vatanda burundilla Abduraqib Xitoy deb nomi chiqqan bu xoin 2009-yildagi Urumchi qatliamidami yanada o'z xalqini qaralab Xitoy tajovuzchilari sepida turgan edi. Aziz millatimiz buningga o'xshash din to'niga o'rinib olgan yolg'onchi xoinlarni hargizmi kechirmaydi. Bunda xoinlar mayli burun, mayli keyin cho'qim eg'ir hisob beradi. Mehribon Rabbimiz Allohdan buningdek xoinlarni oxiratdagi buyuk azobdan burun mushu dunyoda eg'ir jazolashini tilaymiz. Washingtonning Mursini hokimiyatdan ag'dirish uchun o'ynagan roli fosh qilindi. Al Jazeera tarqatgan bir dokladda Misr siyosiy krizisida bir taraflamalik siyosatida bo'lmaydiganligini da'vo qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarning siyosatchilar va aktiv faoliyatchilarini iqtisodiy tarafdan qo'llab, Misr raisi Muhammad Mursini ag'dirib o'tish uchun o'ynagan roli fosh qilingan. Al Jazeera tarqatgan bir dokladda Misr siyosiy krizisida bir taraflamalik siyosatida bo'lmaydiganligini da'vo qilgan Amerika Qo'shma Shtatlarning siyosatchilar va aktiv faoliyatchilarini iqtisodiy tarafdan qo'llab, Misr raisi Muhammad Mursini ag'dirib o'tish uchun o'ynagan roli fosh qilingan. Dokladdagi onlarcha Amerika hukumatiga aloqador hujjatlarda ma'lum bo'lishicha, Washington Amerika Tashqi ishlar ministrligining O'rta Sharqdagi demokratiyani kuchlantirish plani asnosida Muhammad Mursini ag'dirib o'tish uchun Mursiga qarshi siyosatchilarni iqtisodiy tarafdan ta'minlagan. Bularning orasida Mursiga qarshi chiqqan o'qituvchi Vatan qutqizish frontining a'zolari, rahbarlari va sirtdagi Misrlik xristian qibtiylar bor ekan. Dokladda Mursiga qarshi kuchlarning Amerikadan topshirib olgan mablag' miqdori, bu haqdagi hujjatlar va ismlarni oshkorlagan bo'lib, bularning maqsadi tashviqot vositalari va ijtimoiy aloqa vositalari orqali ommaviy fikr va odam to'plab Mursini ag'dirish bo'lgan. Ma'lumot almashtirish, uchrashish va ommaviy tizimlash erkinligi qonuniy asosida erishgan ma'lumotlarga qaraganda, Amerika o'ynagan bu rolning tashqi siyosiy kuchning Misr ichki siyosatiga qarshi qo'llash ta'minotini cheklaydigan
Misr qonuniga buzg'unchilik qilganlik bo'lish bilan birga Amerika Qo'shma Shtatining davlat mollarini tashqi siyosatchilarni ta'minlash uchun ishlatishga bo'lmaydigan yoki demokratiya bilan saylangan hukumatni nishon qiladigan buzg'unchilik faoliyatlarini ta'minlamaslik shuariga hurmat qilmaganlik bo'ldi ekan. O'tgan oyda Misr sudi davlatni qalaymaqonchilikqa qudrat qo'l qilish uchun ajnabiylarning iqtisodiy ta'minotini ishlatgan degan jinoyat bilan qonunsiz tashkilotlarga xizmat qilgan 43 nafar misrlik va chet ellikni sudga tortgan. Washington va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu suddan bearam bo'lganligini uqtirgan edi. Ko'p sondagi O'rta Sharq mutaxassislari Washingtonning Misrda demokratiya deb kuchishining maqsadi inson haqlari va to'g'ri hokimiyat o'rnatishdan ko'proq o'ziga sodiq Amerika parastlarini setib olishdir deb qaramoqda. 200 nafar Yahudi ko'chmanning Isroiliya askarlari nazorati ostida Masjidi Aqsoga zo'rliq bilan kirganligi bildirildi. Aqso vahba va kultur merosi organining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deyildi. Taxminan 200 Yahudi ko'chmanlari Isroiliya askarlarining nazorati ostida Masjidi Aqsoga besib kirdi. Aqso vahba va kultur merosi organining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq deyildi. Taxminan 200 Yahudi ko'chmanlari Isroiliya askarlarining nazorati ostida Masjidi Aqsoga besib kirdi. Bunday qilmishlarning Masjidi Aqsoga hurmatsizlik hisoblanganligi ifoda qilingan bayonotda Yahudilarning o'tmishda Masjidi Aqsoning o'rniga bino qilinganligini ilgari surgan atalmish Sulaymon ibodatxonasining yiqilganligining yil xotirasi bo'lgan 16-iyuldan ilgari sodir qilgan. Bu qilmishlar oldimizdagi kunlarda texmo eshishi mumkin deyildi. Yahudi ko'chmanlari Masjidi Aqsoga kirganda o'ylida Falastinlik taliblarning borligi qayd qilingan bayonotda vaziyatning keskinlashganligi va har ehtimolga qarshi bexatarlik xodimlarining tayyor holatda turganliklari ilgari surilib, Yahudilarning Masjidi Aqsoga besib kirganligi ta'kidlandi. Yahudilar har yili İbrani kalendariga asosan 9 avgust kuni Tavratda Qudusdagi tunji Yahudi ibodatxonasi ekanligi qabul qilingan Sulaymon ibodatxonasining Babiliylar tomonidan yiqilishini xotirlaydi. Milodiy kalendariga asosan bu kun bu yil 16-iyulga to'g'ri keladigan. Erdo'g'an Misrning haqiqiy raisi Muhammad Mursi dedi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan asker tarafından öğretilgen Mısır reisi Muhammed Mursi'nin Mısır'ın birden-bir kanunluk reisi ekanligini ta'kidladi. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan asker tarafından öğretilgen Mısır reisi Muhammed Mursi'nin Mısır'ın birden-bir kanunluk reisi ekanligini ta'kidladi. Erdoğan'ın bu sözü şembe günü kech Ramazanlık iftar faaliyeti deyilgan bo'lib, Türkiye bugünkü vaqt kesinin ilgari surishicha Erdoğan hazır men itiraf qildigan Misr reisi Muhammed Mursi'dir. Chunki u Misr xalq tarafidan saylangan degan. Erdoğan yana mundaq degan. Mushuningga asosan bundaq vaziyatda Mursining qonunliq rais ekanligini e'tiborga olmaslik Misr xalqini ko'zdan saqit qilganlik bo'ladi. Askari o'zgarish bilan huquqqa chiqqan yangi tuzum agar belat tashlash saylimi bilan g'alaba qilgan bo'lsa edi, biz uningga hurmat qilgan bo'lardik. Erdoğan ilgari Muhammed Mursi'ning o'rvetilishini askari inqilob deb sifatlagan va g'arb davlatlarini Misrdagi inqilobni haqiqati bilan sifatlashga chaqiriq qilgan edi. Ama başbakanlık hevesine veya cumhurbaşkanlığı hevesine kapılınca hemen cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kabul ediyor, göreve geliyor ve ondan sonra da bizimle görüşme talep ediyor. O işi geç. Sen seçimlerde %1,5 oy aldın. 1,5 oy aldın. Ama Mursi %52 oy aldı. %52 1,5'tan herhalde büyüktür. Önce ona saygı göstermesini bileceksin. Oraya saygı göstermeyen bizim derdimiz Mursi filan değil. Ama ben Mısır'da Cumhurbaşkanı olarak Sayın Mursi'yi görüyorum. Niye? Mısır halkına olan saygım sebebiyle bunu böyle görüyorum. Türkiye'nin Ay Yıldız namlı hakkerleri Şarkı Türkistan üçün Xitay torbatlariga hücum qildi.
Türkiye vaqti xabar to'rining e'lon qilishicha, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan Uyg'urlarga qarshi besimi va zulmiga qarshilik bildirgan Turkiya Ay Yulduz nomli hakkerlar guruhi Xitoyning internet betlariga sistemalik hujum qilishni boshlab o'tgan. Ay Yulduz hacker guruhi Xitoyning tor betlariga qaratgan hujumlarini kuchaytirib, tor betining bosh betiga Turkiya bayrog'i, Atatürkning rasmi, yerimiga Türk yarısı Turkiston bayrog'idan tarkib topgan ko'rinishning yeniga biz keldik. Ay Yulduz hakkerlar guruhi bo'lish suhbatimiz bilan qarindoshlarimizning yendi turimiz. Sharq Turkiston yolg'iz emas degan so'zni chiqarib qo'ygan. Tarixiy No'g'ay muzikasi dombira bilan ichildigan tor betida yerilsa yer, cho'ksa osmon, yenib kul bo'lsa to'rt taraf, yalan oyoq bo'lsa-mu oliy nishonimizga qarab yana ilgirlaymiz. Chaqmoqlardan, cho'qqilardan, qora quyunlardan qo'rqmaydigan, o'limni tomosha qiladigan tuch yuraklik turklarimiz degan she'ri namoyon bo'lib turadi. Huawei shirkati Xitoyga josuslik qildi. Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA'ning sobiq mudiri Michael Hayden Xitoy uchur aloqa shirkati Huawei'ni Xitoyga josuslik qildi dedi. Amerika Markaziy istixborot idorasi CIA'ning sobiq mudiri Michael Hayden Xitoy uchur aloqa shirkati Huawei'ni Xitoyga josuslik qildi dedi. Hayden Avstraliya ziyorati asnosida munolarni ta'kidladi. Xitoy G'arbga qarshi keng ko'lamda josuslik faoliyati bilan shug'ullanyapti. Huawei shirkati davlatlarga qarashli axborotlarni to'plab Xitoyga ma'lumot yetkazdi. Huawei shirkati Amerika va Avstraliya milliy amonligiga oshkora tahdid elib kelamdi degan savolga javob bergan Hayden, shundoq tahdid elib keldi deb qarayman dedi. Angliya, Amerika va Avstraliya ilgari Huawei shirkati bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatdan bearam bo'lganligini ilgari surib, Huawei shirkatidagi hozirlik asboblari josuslik uchun ishlatilishga bo'ldi degan. Huawei shirkati Xitoy bilan har qanday bevosita munosabati borligini inkor qildi. Lekin Amerika parlamenti o'tgan yili bu shirkatni ommaviy to'xtamlardan uzoqlashtirib o'tishni talab qilgan edi. Shuningga o'xshash France Press axborotiga ko'ra, mazkur Huawei shirkati Avstraliyadagi internet to'riga munosabatli yarmankaga qatnashtirilmagan. Pensiyaga chiqqan general yana g'arb josuslik organini Huawei shirkatining Xitoyga josuslik qilganligiga aloqador kuchli dalil isbotga ega deb qaraydiganligini uqtirdi. 2009-yili CIA tashkilotidan ayrilgan Hayden Huawei shirkati hech bo'lmaganda o'zi bilan aloqasi bor chet el telefoni sistemasi haqidagi ma'lumotlarni Xitoyga yetkazdi dedi. Sharq Turkistondagi qatliamlar haqida tekshirish elib berilmoqchi. Tajovuzchi Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda yillardan beri ijro qilib kelgan inson haqlariga zid siyosatlari xalqaroning tanqid ayblashlariga uchramoqda. Axborotni qattiq kontrol qilish orqali Sharq Turkistondagi zulmlarni xalqaro jamoatdan yoshirib kelgan Xitoy doiralari chekidan oshgan zulmga qarshi portlagan harakatlarni terrorchilar harakati deb qaralab, vahshiylarcha qatliam elib berib, Uyg'urlarning ovozini tamoman jimoqtirishga uringan bo'lsa-mu, Xitoylarning bu razil plani amalga oshmadi. Aksicha zulmga, haqsizlikqa, diniy va milliy kamsitishga, irqchilik haqoratlariga qarshi harakatlar Sharq Turkistonning har yerida barg'ancha kuchayishga boshladi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi zulm siyosatiga bo'lgan qarshilikning kuchayishi Xitoy doiralarining bu voqealarni har qitimda terrorchilarga chetib soxta bayonot e'lon qilishi xalqaroning diqqatini tortdi va Xitoyning siyosatlarini bo'libmi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan siyosatlarini kuzatish xalqaro jamoatining diqqat nuqtasiga aylanib, oxirida Sharq Turkiston masalasidagi Xitoy axborotlarining soxta, uydirma va burmalangan axborot ekanligi o'tirg'a chiqmoqda. Shuning bilan Xitoy axborotining bayonotiga ishongili bo'lmaydiganligi ilgari surilib, inson haqlari tashkilotining bevosita tekshirish elib berishining muhimligi o'tirg'a qo'yilishga boshladi. Navbatda Turkiya Buyuk Millat Majlisi inson haqlarini tekshirish hay'ati Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda yuz berayotgan qatliamlarni o'z yerida tekshirish uchun bir hay'at tashkillab, rayonda tekshirish elib berish maqsadining borligini jakarladi. Sharq Turkistondagi voqealarga munosabatli eng qo'rqinchli shum xabarlarni anglaganligini ilgari surgan hay'at raisi Ayxon Safar Ustun Xitoy doiralari ustidan ro'za tutganlarga suv ichkizib, ro'za tutgan yoki tutmaganligini aniqlaganligiga o'xshash eng aqalli kishilik huquqqa tajovuz qilishlar va buningga o'xshash nurg'un shikoyatlar bor.
yangi kun tartibimizda Sharq Turkistonda yuz bergan voqealarni tekshiradigan bir hay'at tashkillaymiz dedi. Dunyodagi cho'ng davlatlar qatoridan o'rin olgan Xitoy doiralarining bu salohiyatiga loyiq bir shaklda siyosat elib berishi kerakligini jakarlagan Ayxon Ustun, Sharq Turkistonning o'ziga o'zi hokim bo'lish salohiyatiga ega ekanligini, u yerdagi xalqning o'ziga o'zi hokim bo'lishini talab qilganligini ilgari surib mundaq dedi. Axborotga va xalqaro inson haqlari tashkilotlariga ruxsat berilmaydi. Xitoyga berishga o'xshash har xil kelishimlarga qaytilishni talab qilamiz. İmkoniyat bo'lsa va oshkora bir sharoit bo'lsa, Sharq Turkistonda tekshirish elib berishni orzu qilamiz. Yangi kun tartibimizda hay'at tashkillab, Sharq Turkistonda yuz bergan voqealarni aniqlaymiz. Bu masalalarni hal qilish uchun Sharq Turkistonga berish bilan birga har sohadagi kelishimlarga qatnashamiz. Bu shikoyatlarning to'g'ri yoki xatoligini tekshirib chiqamiz. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'qotish siyosatimi xalqaro jamoatning diqqatini tortgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonga tez suratda Xitoy ko'chmanlarini yo'tkishi, yerlik millatni kamsitishi va Uyg'urlarning egilik huquqini dafsanda qilishdek razil siyosatlarimo ayblanmoqda. Ilgari Sharq Turkistonda nurg'un turk milliy davlatlarining qurilganligini, lekin 18-asrdan boshlab Xitoy ishg'oli ostida qolganligini, navbatda Sharq Turkiston Uyg'urlarining sistemalik yo'q qilinayotganligini bildirgan Ayxon Ustun, Xitoyning 1949-yildagi Sharq Turkistonni ishg'olidan keyin 1955-yili Sharq Turkiston xalqi atalmish o'ziga o'zi hokim bo'lish avtonomiya huquqiga erishganligini, lekin bu huquqqa loyiq idoriy huquq va erkinlik fursatlaridan mahrum qilinganligini, o'ziga hokim bo'lish sifati bilan o'zini boshqarish imkoniyatining berilmaganligini, ko'p sonni egallaydigan Uyg'ur nüfusini ozlashtirishni maqsad qilgan ko'chman o'tkazish siyosatlarining tez suratda ijro qilinganligini, dastlabda 5% ni egallaydigan Xitoy nüfusining hozir 50%dan eshib ketganligini uqtirdi. Uyg'urlarning Xitoy assimilyatsiya siyosatiga qarshi turib kelganligini ilgari surgan Ayxon Ustun mundaq dedi. Dastlab assimilyatsiya bo'lish, keyin din, ma'arif, xizmat, ish erkinligining cheklamaga va yoki kamsitilganligiga o'xshash qiyin masalalar Sharq Turkiston xalqining duch kelayotgan masalalardir. Jamoat xarakterlik voqealarning kelib chiqishimi yuqoridagi masalalarga munosabatlidir. Xitoy doiralari bu vaqtgacha bu masalalarni hal qilish emas, masalalarga qarata vaqa tug'dirishga ilib boradigan siyosat chiqarib keldi. Sharq Turkiston xalqi bu siyosatga e'tiroz bildirganida Xitoy doiralari tumir qo'llari bilan bostirishga va oxirida o'ldirish, turmaga qamash, iskanjaga elish va nurg'un inson haqlarini dafsanda qilish orqali o'tirg'a chiqdi. Xitoy xalqaro cho'ng davlatlar qatoridan o'rin oladigan bo'lsa-mu, Sharq Turkistondagi ishg'olchilik, tajovuzchilik, bulongchilik va qotillik siyosiy sababli yaklanib kelmoqda. Amerika armiyasi bosh generali Suriyaga kirish uchun 5 shart qo'ydi. Amerika armiyasi bosh generali Martin Dempsey Suriyaga kirish oson ish emas dedi va Suriya ichki to'qinishiga Amerikaning askariy aralashishi ehtimolida askariy aralashishning xatarlari, foydalari va chiqimi haqida to'xtaldi. Amerika armiyasi bosh generali Suriyaga kirish uchun 5 shart qo'ydi. Amerika armiyasi bosh generali General Martin Dempsey Suriyaga kirish oson ish emas dedi va Suriya ichki to'qinishiga Amerikaning askariy aralashishi ehtimolida askariy aralashishning xatarlari, foydalari va chiqimi haqida to'xtaldi. Ma'lum doirada havo bombardimoni qilish va cheklangan havo bazasi o'rinlashtirishni o'z ichiga olgan 5 turlik harbiy tanlash yo'lini o'ttirg'a qo'ygan General Martin, Suriyada askariy kuch ishlatilish urushdan boshqa narsa emas. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtati milliardlarcha dollar sarf qilishi kerak dedi. Amerika parlamentiga maktub yo'llagan General Martin Dempsey, Amerika armiyasining keyincha Suriyada faoliyat elib berishi uchun 5 turlik askariy tanlash yo'lini o'ttirg'a qo'ydi. Birinchi, Suriya qarshi kuchlarini mashq qildirish, nasihat qilish va ularga yordam berish. Ikkinchi, ma'lum doira ichida havo bombardimonini ijro qilish. Uchinchi, cheklangan havo rayoni barpo qilish. To'rtinchi, Suriyaning ichida mustaqil rayon turg'izish. Beshinchi, Suriyadagi barliq ximiya qurollariga ig'dorchilik qilish. Birinchi shartning yiliga 500 million Amerika dollari miqdorida chiqim ketadiganligini belgilagan General Martin Dempsey, qolgan 4 shartning chiqimini eyiga 1 milliard dollar deb bekitdi. O maktubida askariy kuch ishlatilish oson elinadigan qaror emas. U urushdan qilishmaydi deb yozgan. Yuqoridagi tanlash yo'llarining Suriya qarshi kuchlarining manfaatiga bo'lganligini ilgari surgan Martin Dempsey, bu orqali Bashar Asadga qartilgan besimning kuchaydiganligini uqtirib, Amerika Qo'shma Shtatining
Afg'oniston va Iroqda yuz bergan ilgirki askariy aralashishlardan saboq elishi lozim dedi. Sisiga samimiy nasihat. Anangni va hamshirlaringni o'ltiramsan. Harbiy mutaxassis Saffat Ziyod Misr Mudofaa ministri Abdul Fattah Sisini Rabiatul Adaviyya va An-Nahza maydonidagi tinchlik namoyishchilariga hujum qilishdan ogohlantirdi va u maydondagi kishilar sening dadalaring, hamshirlaring va avlodlaringdir deb ta'kidladi. Al Jazeera kanali bilan naq maydon suhbati o'tkazgan Ziyod mundaq dedi. Sisining Rabiatul Adaviyya va An-Nahza maydoniga qarab piqishni talab qilaman. Erkinlik uchun nido qilayotgan ashu muhtaram hijobli xonimlar, ular sening onalaring, hamshirlaringdir. Ular sening dadalaring va avlodlaringdir. U yana mundaq dedi. Ular ozodlik maydonidan burun sening gadiningdagi omonatdir. Har bir misrlik jon sening gadiningdagi omonatdir. Sen 4 hafta ilgari Misr qurolliq armiyasi qo'mondonlarining oldida bir nafar misrlik tahdid qilindigan, u vaqtda biz hargizmo erkaklardan hisoblanmaymiz degan eding. Afsus, hozir butun shahar rayonlar va maydonlarda barliq misrlikning tahdid qilinayotganligini ko'ryapmiz. Va'dangda turishingni shundoq umid qilatdim. Ularning hammasi misrlikdir. Ularning hammasi sening dadalaring, hamshirlaring va avlodlaringdir. O Sisini Misr tarixini o'zgartirishi uchun million tonnalarcha portlatqichga ega bo'lganligi sababli mag'rurlanib qilishidan ogohlantirdi va Sisiga mundaq xitob qildi. Harbiy kuchingdan mag'rurlanma. Ozg'un tavsiyalarning seni mag'rurlantirishiga yo'l qo'yma. Balki tez g'alaba qila olaman deb o'ylashing mumkin, lekin Allohning nusrati hammani besib tushidi. Shuni asdan chiqarmaslik kerakki, millat, xalq har qanday kuchdan ustundir. Sisi tunugun 24-iyul nutq so'zlab, o'z tarafdori bo'lgan misrliklarni juma kuni Mursi tarafdorlariga qarshi ko'chaga chiqishga chaqiriq qilib, shu orqali Mursi tarafdorlarini qurolliq bostirishga yo'l tepishga uringan va Mursini qo'llab namoyish qilayotgan xalqlarni o'qqa tutish bilan tahdid qilgan edi. Ammo Sisining chaqiriqiga ovoz qo'shgan muxoliflarning juma kundagi Ittihodiya va Tahrir maydonidagi qo'llovchilarining soni to'limi oz bo'lib, Mursi tarafdorlarining Rabiatul Adaviyya va An-Nahza maydonidagi qo'llovchilarining oldida ularning ko'rinishi xuddi pil oldidagi cho'miliga o'xshab qoldi. Buning bilan Misr xalqining haqiqiy qonunliq rahbarining kim ekanligi yana bir qatim namoyon bo'lgan bo'ldi. Mursining qo'llovchilari Muhammad Mursining qo'yib berilib, vazifasiga qaytib kelgangacha maydonlarni tark etmaydiganligini ilgari surishmoqda. Hörmətli televizor görüşlər, şunun bilan bu qatımlıq haftalik istiqlal xabarları programımız muş yerdə axırlaşdı. Kelar qatımlıq yeni programımızda görüşüşə sizlərni Canabi Allah'a tapşırırız. Assalamu alaykum.